Endiki eleştiğimizin mavzusuga dikkat, hürmetli vatandaşım, mavzumunda. Hindistan Cumhuriyeti hapa qilib qo'ydi. 2 milyon kişilik azatlık armiya qattiq gap qildi. Mavzuda xabar 7 ayning 4-kun Vanvi Torbeti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yaqin kunlarda Jungo Hindiston chegarasi sekkan bo'lagida ikki davlat harbiylarining so'rkilishi 22-kuniga qadam qo'ydi. Misli ko'rilmagan bu so'rkilish urushga yaqinlashgan bir qatimliq krizis edi. Jungo Tashqi ishlar ministrligi chegaradan o'tgan Hindiston askarlarining chekinishini talab qildi. Lekin Hindiston manzilida quloqni yo'pirib oldi. Hatta Hindiston 1962-yildagi Hindiston emas dedi va urushga tayyorlik qilganligini davron qildi. Hindiston harakatlariga duch kelganda Xalq gazeti Jungo va bu taglikdor chegara bu taglikdor mavzuli xabar e'lon qildi. Maqolada 2 milyon kişilik azatlık armiyaning savar qochisi to'shdi. Bu so'g'ida urush o'ti yong'iniga yo'l qo'ymaymiz. Tuproqlarimizda alqandek yerni yo'qotib qo'ymaymiz. Taraqqiyotimizdan to'xtab qo'yilishini yo'l qo'ymaymiz. 7-ayning 7-kuni Azatlık Armiya gazeti obzor e'lon qilib bunda ko'rsatdi. Ba'zi dushman kuchlar vatanimizning taraqqiyotini ko'rishni xohlamayotdi. Nəhayət çonqur özgürlüyotqan xalqaro vəziyyət əgər murakkab davlat bexatarligi vəziyyəti bütün armiya nişanlı yetakçı qilib siyosat bilan armiya boshqarib davlatning bexatarligi zamin bütünlüyünü qo'g'dashni ustimizga elib urushning bosog'imizda yuz berishiga yo'l qo'ymaymiz. Chunki Azatlık Armiya gazetining gapi. Davlatning taraqqiyot to'xtab qolishiga yo'l qo'ymaymiz. Bir g'arit yerimizni yo'qotib qo'yishga yo'l qo'ymaymiz. Bu 3 yo'l qo'ymaslik ichidagi bir g'arit yerimizni yo'qotib qo'ymaymiz degan yo'l qo'ymaslik Markaziy Harbiy ishlar komitetining irodasini va 2 million kishilik azatlık armiya askariy kishilarning irodasini aks ettirib pressiyaga chiqqan Azatlık Armiya generali Juhu Peng mundaq dedi. Hindiston armiyasi Jungoning tosh yo'l yasash harakatini to'sib qola olmaydi. Ular tajovuz qilib kirgan Donglang rayoni intayin kichik bir rayon. Bu yerga zo'r ko'lam darbiy qo'shin o'rinlashtirib bo'lmaydi. Kuchayotgan Jungo armiyasi Hindiston armiyasini Iroqqa tashlab qo'ydi. Ig'vogarchilik vaziyat ta'sir ko'rsatilmaydi. Bu gap qarta Hindiston tor obinatir mundaq hisobladi. Jungo armiyasi bir peshvoga bardashlik berilmaydi. 1979-yil Vyetnamdan askar chekindirgandan keyin Jungo armiyasi hech qanday amaliy urushga qatnashib boqmadi. Tajribasi yo'q. Hindiston armiyasi bo'lsa Kashmir va boshqa joylarda amaliy urush qilib ko'rgan. 1962-yil portlagan Jungo Hindiston urushida amaliyotda 3 maydon urushda Hindiston g'alaba qildi. O'lim yetim 1% nisbatda bo'ldi. Ak qarnasida üstün qildigan bundaq so'zlar hozir chegarada kengaymichilik qilishda Hindistonning kengaymichilik nazariyasining asosi bo'lib kelmoqda deyildi xabarda.